bizada skuterlar mutlaqo boshlanish to'lovisiz beriladi azizlar. To'g'ri eshitdingiz, bu barcha viloyatlarga 12 ta viloyatimizga tegishli. Azizlar, bizning manzilimiz Toshkent shahrida. Nima uchun bunaqa deyapman? Skuter biznesida Toshkent shahrida nima bor? Endi sizlarga men batafsil buni to'g'ri tushuntirib beraman azizlar. Skuter Toshkent shahriga nimaga kerak desalaring, skuter biznesi Toshkent shahrida viloyatdan kelganlar uchun juda ham qulay hamda boshlanish to'lovisiz kredit asosida sizlarga rasmiylashtirib beriladi azizlar. Boshlanish to'lovisiz nimaga? Bitta pasport evaziga. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Buning uchun bizning do'konimizga kelasiz, bitta pasport evaziga skuterimizni olib chiqib ketasiz azizlar. Buni kim oladi? Albatta viloyatdagilar azizlar. Skuter biznesida nima uchun bu narsani tanlaganligini hozir sizlarga bu narsani to'g'ri tushuntirib beraman azizlar. Hammalaringga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Bahriddin. Azizlar, bugun sizlarga mashinniklikda yana bir yangi yo'nalishini tushuntirib beraman azizlar. Bu narsaga ko'p bizni yurtdoshlarimiz to'qnash kelgan bo'lishlari mumkin. Shu maqsaddan sizlarga bu narsani yoritib berishga men qaror qildim. Azizlar, skuter olmoqchimisiz? Naqd pulingizga oling. Endi kreditni yo'nalishini sizlarga tushuntirib beraman. Sizning pasportingiz bilan kreditga boshqa bank, Anor bank va hokazolardan kreditga pul chiqarib olishyapti-da azizlar. 30 million, 40 million va sizga 20 millionlik skuterni o'tkazishyapti, bo'lib to'lash evaziga sizni qo'l qo'ydirib olishyapti-da. Hamda siz kredit pulini uzib bo'lganingizdan keyin ham yana sizga to'lovlar kelaveradi. Bu nima uchun uni ishlanyapti? Bunga kim qaraydi? Hech kim. Hech kim sizni eshitmaydi, hech kim sizni dardingizni eshitmaydi, tinglamaydi. Na prokuratura, na sudya, na boshqasi va hokazo. Azizlar, obunachilarimizdan kelgan yangi mashinniklik sxemasi azizlar. Bu narsani sizlarga ogohlantirish sifatida yana bugun videorolik qilyapmiz azizlar. Ularni kreditga berishdan maqsad A kategoriyasi yaqinda ishga tushadi hamda skuterlari sotilmay qoladi. Shuni oldini olish maqsadida skuterni vaqtida kreditga chiqarib beraverish bu maqsadga muvofiq edi azizlar. Va xuddi shunday ham bo'ldi. A kategoriyani talab qilishadigan bo'ldi. A kategoriya qarashyaptiki, kuryerlarimiz kamayib ketyapti. Yana bu narsani uzaytirishdi va hozirgi kunga kelib A kategoriyasi skuterda haydab bo'lmaydigan bo'lib qoldi azizlar. O'sha maqsadda berilgan kredit asosidagi barcha skuterlar aslida sizning nomingizda boshqa bankdan kredit olishib, naqd pul 30 million, 40 million chiqarib olishib, sizga skuterni 20 millionga berdik, kredit asosida bo'lib to'laysiz degan mashinistlik yo'llarini o'ylab topishdi. O'shaning uchun azizlar, ehtiyot bo'linglar. Kreditga nima olsalaring ham endi tushunmaydigan viloyatda kelgan yurtdoshlarimiz ko'p. Bu narsani tan olish kerak. Sodda xalqimiz ham bor. Hozir endi shu narsani orqasidan sizlarga men murojaat bilan chiqyapman azizlar. Kimki shu narsani oldini olsa, sizlarga men obunachilarimiz bilan bog'lashtirib, bemalol shu tadbirkorga nisbatan jinoiy ish ochishlaringizni so'rayman azizlar. Chunki bizning bu obunachilarimizdan biri bu narsadan hech qanday yo'l bilan chiqib keta olmayapti. Hozir bo'ynida 6 million so'm qarzi bor ekan kreditdan, bankdan esa 29 million qarzi bor ekan azizlar. Hisob qilyapsizlarmi? Bitta 20 million so'mlik olingan skuterni pulini uzib bo'lgandan keyin hozir bo'ynida 29 million krediti bor. Yo, insof bormi azizlar? Bu qanaqa tadbirkorlik? Bu harom luqmani kimga yedirasizlar? Ota-onalaringga, bolalaringga shu narsa sizlarga buyuradimi, yo'qadimi? Bunaqa obunachilarimizdan yana bir nechtasi shunaqa ekan azizlar. Men shundan bitta murojaat sizlarga chiqarib beryapman. Agar azizlar qo'llaringdan kelsa shu obunachimizni vaziyatdan chiqarishdi, bemalol kommentariyaga yozinglar. Men sizlarni aloqa bilan ta'minlayman, bir-birlaring bilan gaplashasizlar azizlar. Shu yurtdoshimizni ham vaziyatdan chiqarasizlar. Hammalaringga rahmat. Sizlar bilan men Bahriddin bo'ldim. Keyingi videorolikda ko'rishguncha omon bo'linglar.